16. Prezident maktabi bitiruvchilarigina Yangi O'zbekiston universitetiga grant asosida o'qishga kira oladilar. Demak, gapni tahlil qilishni boshladik. Gapimiz doimgidek ikki qismdan iborat. Birinchi qism Prezident maktabi bitiruvchilari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qismi Yangi O'zbekiston universitetida grantda o'qishga kirishlari bo'ladi. Bu yerda endi gina qo'shimchasi bizga kerak so'zi bilan sinonim ma'no beradi. Demak, bu gapimiz zaruriylik shartini anglatyapti ekan. Bu yerda ham xuddi o'sha sababdan natija kelib chiqadi. Bizda sabab o'sha Prezident maktabini bitirish bo'ladigan bo'lsa, natija Yangi O'zbekiston universitetida grantda o'qishi bo'ladi. Sababdan natija kelib chiqyapti. Endi Abrorbek Sarvinoz Prezident maktabida o'qiydi. Menimcha u Yangi O'zbekiston universitetida grant asosida o'qishga kirsa kerak. U hali Prezident maktabini bitirgani yo'q birinchidan. Ikkinchidan, Prezident maktabini bitirdi degani Yangi O'zbekiston universitetiga 100% kiradi degani emas, u kira olmay qolishi ham mumkin. Endi agar Prezident maktabida bitirmadimi, u aniq o'sha universitetda grantda o'qiy olmaydi, deyapti. Demak, birinchi gapimiz xato bo'ldi. 2. Sardor Sanjar Yangi O'zbekiston universitetida o'qiydi. Menimcha Prezident maktabini bitirgan bo'lsa kerak. Hozirgi gapimizdek Prezident maktabini bitirdi degani u Yangi O'zbekiston universitetida grantda o'qiydi degani emas. U boshqa universitetlarda o'qishi mumkin, chet elda o'qishi mumkin. Demak, buni ham to'g'ri deya olmas ekanmiz. Kimning gapi to'g'ri? Ikkalasi ham xato degan javob D javob bo'lyapti. 17. Ko'p kitob o'qigan o'quvchilargina Prezident maktabi imtihonidan yuqori natija qayd eta oladilar. Bu yerda ham gapimiz ikkita sodda gap bo'lyapti. Ikkita sodda gapimiz bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Birinchi sodda gapimiz ko'p kitob o'qigan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sodda gapimiz Prezident maktabidan imtihonidan yuqori natija qayd etishi bo'ladi. Ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Bu yerda ham xuddi o'sha gina qo'shimchasi bizga yordam beradi, zaruriylik shartini bildiradi. Endi ko'p kitob o'qisa, o'quvchi Prezident maktabidan o'tishi ham mumkin, o'tolmasligi ham mumkin. Biz bilamiz, Prezident maktabining imtihonida ko'p kitob o'qishdan ko'ra matematika, ingliz tili, tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalarni ham bilish kerak. Endi ko'p kitob o'qimadimi, u aniq Prezident maktabiga kira olmaydi. Ramazon, mening do'stim Prezident maktabi imtihonidan yuqori natija qayd etdi. Menimcha u ko'p kitob o'qigan bo'lsa kerak. U Prezident maktabiga aniq kiryapti. Demak, u aniq kitob o'qigan. Natija plus bo'lyapti. Demak, sabab ham o'z-o'zidan plus bo'ladi. Demak, Ramazonning fikrini to'g'ri desak bo'lar ekan. Elbek, mening akam ko'p kitob o'qiydi. Menimcha u Prezident maktabi imtihondan eng yuqori natija olsa kerak. Ko'p kitob o'qidi degani u Prezident maktabida eng yuqori natija oladi. Prezident maktabiga kiradi degani emas. Demak, bu ham xato bo'lyapti. Kimning gapi to'g'ri? Ramazonniki to'g'ri, Elbekniki xato. Demak, javob A javob bo'lar ekan. Ramazonniki. 18. Afrosiyob poyezdi Toshkentdan yo'lga chiqib Samarqand vokzaliga to'xtasagina Qarshi vokzalida ham to'xtashi mumkin. Gapimiz ikki qismdan iborat. Yana birinchi qism Qarshi vokzalida to'xtashi, ikkinchi qismi esa Toshkentdan yo'lga chiqib Samarqand vokzaliga to'xtashi bo'ladi. Ikkita sodda gap, bitta gap bo'lib kelyapti. Bitta qo'shma gap ko'rinishida kelyapti. Bu yerda ham gina qo'shimchasi bizga zaruriylik shartini anglatadi. Qani ketdik, endi fikrlarni tahlil qilishni boshladik. Malika, men Afrosiyob poyezdida Samarqandga keldim. Endi poyezd albatta Qarshi vokzaliga ham boradi. Poyezd Toshkentdan Samarqandga keldi degani Qarshiga keldi degani emas. Ikki xil natija bo'lishi mumkin. U Qarshida to'xtashi ham mumkin, to'xtamasligi ham mumkin. Aniq bo'lmaydi. Demak, bunga ham xato degan javob olamiz. Shohruh,
Mening akam Afrosiyob poyezdida Toshkentdan Qarshiga yetib keldilar. Menimcha ular kelgan poyezd Samarqandda to'xtagan bo'lsa kerak. Endi natijasi plus bo'lyapti. U Qarshiga yetib kelyapti. Demak, u aniq Samarqandda to'xtagan. Agar Qarshiga yetib kelmaganda, u Samarqandda to'xtamagan bo'lardi. Buni javob to'g'ri deb olsak bo'ladi. Kimning gapi to'g'ri? Malikaniki xato, Shohruxniki to'g'ri. B javob. 19. Yosh iqtidor egalari uchun kitoblarga buyurtma berilsagina sotib olish mumkin. Birinchi qism yosh iqtidor egalariga buyurtma berish, kitobga buyurtma berish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qism sotib olish. Ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap ko'rinishida kelyapti. Kitoblarga buyurtma berilsa, sotib olish ham mumkin, sotib olmaslik ham mumkin. Balki uni rejalari o'zgarib qolar. Endi kitobga buyurtma berilmadimi, u aniq sotib ola olmaydi. Qani ketdik, fikrlarni tahlil qilamiz. Akrom, men yosh iqtidor egalari uchun kitoblarni hech qanday buyurtmalarsiz bozordan sotib oldim. Yosh iqtidor egalariga buyurtma berilmasa sotib ola olmaydi dedikmi? Buyurtma bermadim, sotib oldim deyapti. Demak, bu xato bo'lar ekan. Yulduzxon, mening akam yosh iqtidor egalari uchun kitoblarini sotib olayotganini ko'rdim. Demak, u kitoblarga buyurtma bergan bo'lsa kerak. Endi natija plus bo'lyapti. U kitobni sotib olyapti. Demak, u aniq buyurtma bergan. Buni to'g'ri deb olsak bo'ladi. Kimning gapi to'g'ri? Akromniki xato, Yulduzxonniki to'g'ri. B javob bo'lar ekan. 20. Bolalarning koptogi bo'lsagina ular futbol o'ynaydi. Gapni ikki qismga ajratib olamiz. Birinchi qism bolalarning koptogi borligi, ikkinchi qism futbol o'ynashi. Ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap ko'rinishida kelyapti. Bu yerda ham mana shu gina qo'shimchasi bizga zaruriylik shartini anglatyapti. Yana o'sha sababdan natija kelib chiqadi. Bizning gapimizda sabab bolalarning koptogi borligi. Natijada ular futbol o'ynaydi. Endi koptogi bor bo'lsa, futbol o'ynashlari ham mumkin, o'ynamasligi ham mumkin. Endi koptogi bo'lmadimi, ular aniq futbol o'ynay olmaydi. Chunki futbol o'ynash uchun koptok kerak. Fozilbek, ko'chadagi bolalarning koptogi yo'q, menimcha ular futbol o'ynay olmaydi. Bu to'g'ri, koptogi yo'q, ular aniq futbol o'ynay olmaydi. Azamjon, mening akamning koptoklari bor, demak hozir akam futbol o'ynayotgan bo'lsa kerak. Koptogi bor degani u futbol o'ynayapti degani emas. Demak, bu gapimiz xato bo'lar ekan. Kimning gapi to'g'ri? Fozilbekniki to'g'ri, Azamjonniki xato. Bu A javobda turibdi. 21. O'quvchilar ertaga 7:00 gacha maktabda bo'lsalargina maktabda tashkil etilayotgan xalqaro festivalga qatnasha oladilar. Bu yerda ham ikkita sodda gapimiz, bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Birinchi sodda gapimiz o'quvchilar 7 da maktabda bo'lishi bo'lsa, 7 gacha. Ikkinchi sodda gapimiz maktabda tashkil etilayotgan xalqaro festivallarga qatnashadi bo'ladi. Endi bu yerda gina qo'shimchasiga e'tibor berishimiz kerak. Bu gina qo'shimchasi bizga kerak so'zi bilan sinonim bo'ladi. Kerak so'ziga teng bo'ladi, ya'ni gapimiz zaruriylik shartiga tushyapti. Zaruriylik sharti endi gapimizning sababi 7 gacha maktabda bo'lish, natija esa 7 gacha borgandan keyin xalqaro festivalda qatnashish bo'ladi. Endi sababdan natija kelib chiqadi. Agar 7 gacha maktabda bo'lsa, o'quvchilar xalqaro festivalda qatnasha olishi ham mumkin, qatnasha olmasligi ham mumkin. Endi 7 dan keyin kech qolib bordimi, u xalqaro festivalda aniq qatnasha olmaydi, deyapti. Kamron, Ali ertaga 6:50 ga maktabga boradi. Demak, u aniq festivalda qatnashadi. U maktabga
erta borgani bilan aniq festivalga qatnashadi deyolmaymiz biz. Demak, bu gapimiz xato ekan. Javlon, Latofat ertaga bo'ladigan festivalda qatnashish shart. Demak, u ertaga 7:00 gacha maktabda bo'lishi kerak. Endi natijamiz plus bo'lyapti. U festivalda qatnashish shart. Demak, sabab ham plus bo'lishi kerak. Bu to'g'ri desak bo'ladi. Kimning gapi to'g'ri? Kamronniki xato, Javlonniki degan javobni olamiz. B javob. 22. Bolalar har kunlik shaxmat mashg'ulotlarida qatnashsalargina respublika musobaqasida g'olib bo'la oladi. Bu yerda ham gapimizni ikki qismga ajratib olamiz. Birinchi qism bolalar har kuni shaxmat musobaqasiga qatnashishi, ikkinchi qismi esa respublika musobaqasida g'olib bo'lishi bo'ladi. Bu yerda ham gina qo'shimchasi kelyapti. Bu gina qo'shimchasi bizga zaruriylik shartini anglatardi. Demak, gapimiz zaruriylik shartiga tushyapti. Gapimizda sabab bolalar har kunlik shaxmat mashg'ulotlariga qatnashishi bo'ladigan bo'lsa, natija respublika musobaqasida g'olib bo'ladilar. Sababdan natija kelib chiqyapti. Endi bolalar shaxmat mashg'ulotiga qatnashsa, olimpiadada g'olib bo'lishi ham mumkin, g'olib bo'lolmasligi ham mumkin. Endi shaxmat mashg'ulotiga qatnashmadimi, u aniq musobaqada g'olib bo'la olmaydi. Erkin, Sardor akam shaxmat to'garagiga har kuni qatnashadilar. Demak, ular albatta g'olib bo'ladi. To'garagiga har kuni boradi degani uni g'olib bo'ladi degani emas. Demak, bu gapimiz xato ekan. Nilufar, mening akam shaxmat bo'yicha g'olib bo'la olmadilar. Menimcha ular ba'zida shaxmat to'garaklariga bormaganlar. Shaxmat to'garagiga borsa ham u g'olib bo'la olmasligi mumkin edi. Demak, bu gapimiz ham xato bo'lar ekan. Kimning gapi to'g'ri? Ikkalasini ham gapi xato degan javob D javob bo'lar ekan. 23. Uyda elektr toki bo'lsagina telefonni quvvatlash mumkin. Birinchi sodda gapimiz uyda elektr toki bo'lishi. Ikkinchi sodda gapimiz telefonni quvvatlash mumkin. Ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Endi gina qo'shimchasi bizga zaruriylik shartini anglatyapti. Demak, gapimiz zaruriylik shartiga tushar ekan. Uyda elektr toki bo'lishi sabab bo'ladigan bo'lsa, telefonni quvvatlash mumkin. Bu natija bo'ladi. Elektr toki bo'lsa, telefonni quvvatlash mumkin. Quvvatlash uchun elektr zarur. Uyda elektr toki bor degani telefonni quvvatlashi ham mumkin, quvvatlay olmasligi ham mumkin. Endi uyda elektr toki yo'qmi? U aniq telefonni quvvatlay olmaydi. Islombek, Azizaning uyi kecha elektr tarmog'idan uzilib qo'yildi. Uning telefonining quvvati tugagan. Demak, Azizaning telefonini uyda quvvatlay olmaydi. Sabab minus bo'lyapti. Uyda elektr toki yo'q. Demak, natija ham minus bo'ladi. Telefonni quvvatlay olmaydi. Buni to'g'ri desak bo'ladi. Shahrizoda, Lazizaning telefonini quvvati to'la, demak ularning uyda elektr toki bor. Uyda elektr toki bor degani quvvati to'la degani emas. Demak, bu gapimiz xato ekan. Kimning gapi to'g'ri? Islombekniki to'g'ri degan javob A javob. 24. Shavkat soyabon olsa, demak yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi. Birinchi sodda gapimiz Shavkatda soyabon bo'lishi, ikkinchi sodda gapimiz yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi. Endi bu yerda gapimizda sabab yomg'ir yog'ishi, natija soyaboni bo'lishi. Yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, u soyabon olgan bo'lishi ham mumkin, olmagan bo'lishi ham mumkin. Endi yomg'ir yog'mayaptimi, u aniq soyabon olmaydi. Ravshan, hozir yomg'ir yog'mayapti, demak Shavkat soyabonini olmagan. Bu bo'lishi mumkin, yomg'ir yog'mayapti, natijada soyabon olmayapti. Bu to'g'ri.
Muhammad tashqarida yomg'ir yog'yapti, demak Shavkat soyabonini olgan bo'lsa kerak. Yomg'ir yog'yapti degani u Shavkat soyabon oldi degani emas. U soyabon olmagan bo'lishi ham mumkin. Demak bu gap xato. Ravshanniki to'g'ri, Muhammadniki xato degan javob A da turibdi. 25. O'zbekiston Milliy universitetida matematika fakultetiga o'qishga kirish uchun kamida 1 yil mobaynida matematikadan qo'shimcha kursga borgan bo'lishi kerak. Kerak so'zi bizga zaruriylik sharti bilan sinonim, zarur so'zi bilan sinonim bo'ladi. Gapni ikki qismga ajratib olamiz. Birinchi qism O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakultetiga o'qishga kirish. Ikkinchi qism esa kamida 1 yil matematikadan qo'shimcha kursga qatnash kerak. Endi gapimizda sabab matematikadan kursga qatnash, natija esa O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakultetiga kirish. U matematikadan qo'shimcha kursga bordi degani Milliy universitetga kiradi degani emas. Kira olmasligi ham mumkin. Lekin matematikadan kursga bormadimi, u aniq Milliy universitetiga kira olmaydi. Suhrob Sardor 2 yildan buyon O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakultetiga o'qishga kira olmayapti. Demak, Sardor matematikadan qo'shimcha kursga bormagan. U qo'shimcha kursga borgan bo'lsa ham matematikaga kira olmasligi mumkin. Demak, bu xato bo'lar ekan. Jasur Hoshim uyda hech qanday qo'shimcha kurslarsiz 2 yil mobaynida matematikadan tayyorgarlik ko'rdi. Demak, u O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakultetiga o'qishga kira oladi. U matematikani yaxshi o'qiydi, kursga boradi degani Milliy universitetga kiradi degani emas. Kira olmasligi ham mumkin. Demak, bu javob ham xato bo'lar ekan. Kimning gapi to'g'ri? Jasurbekniki xato, Suhrobniki ham xato. Ikkalasi ham xato degan javob D javobda turibdi. 26. Dehqonning fikriga ko'ra, issiqxonaga ekiladigan pomidor yaxshi hosil berishi uchun unga o'z vaqtida mineral o'g'itlar berish bilan bir qatorda tez-tez yerni yumshatish ham zarur. Mana bu yerda bilishimiz mumkin, zarur so'zi bizga zaruriylik shartini bildirib qo'yapti. Gapimizni ikkita sodda qismga bo'lib olamiz. Birinchi qism issiqxonada ekiladigan pomidor yaxshi hosil berishi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sodda gapimiz uni o'z vaqtida mineral o'g'itlar berish va bir qatorda yerni yumshatib turish bo'ladi. Ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Endi zaruriylik shartida sabab unga o'z vaqtida mineral o'g'itlar berish va yerni tez-tez yumshatish bo'ladigan bo'lsa, natija issiqxonada pomidor yaxshi hosil berishi. Ya'ni siz o'z vaqtida mineral o'g'it berdingiz, yerni yumshatib turdingiz, natijada pomidor yaxshi hosil beryapti. Endi zaruriylik shartini formulasini eslaydigan bo'lsak, mineral o'g'itlar berganimiz, yerni yumshatganimiz bilan pomidorimiz yaxshi hosil berishi ham mumkin, bermasligi ham mumkin. Lekin o'z vaqtida shu mineral o'g'it bermadik, yumshatmadikmi, pomidorimiz aniq yaxshi hosil bermaydi. Kamronning fikrini o'qiylik. Dilshod o'z issiqxonasi yerini har 2 kunda yumshatib turibdi. Demak, shu yil pomidorlardan albatta yaxshi hosil oladi. U yerni yumshatib turibdi degani yaxshi hosil ola oladi degani emas. Demak, bu xato bo'lar ekan. Og'abek Nursaid o'z issiqxonasidagi ekinlarga o'z vaqtida mineral o'g'itlarni bermadi, demak uning pomidorlari yaxshi hosil bermaydi. Bu bo'lishi mumkin, mineral o'g'it bermadi, ekinlarga yaxshi qaramadi, aniq pomidori yaxshi hosil bermaydi. Bu to'g'ri. Kimning gapi to'g'ri? Kamronniki xato, Og'abekniki to'g'ri degan javob B javobda turibdi ekan. 27. Ajdahoni o'ldirish uchun ham jasorat kerak, ham yetarlicha kuch kerak. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, ikkita kerak so'zi kelyapti. Bu bizga kalit so'z, zaruriylik shartini bildiradi. Demak, sababimiz ikkita bo'lyapti. Ham jasorat, ham yetarlicha kuch. Natijada ajdahoni o'ldirishimiz mumkin. Demak, birinchi sodda gapimiz ajdahoni o'ldirish. Ikkinchi sodda gapimiz jasorat kerak, kuch kerak degan gaplarimiz bo'ladi.
Endi sababdan natija kelib chiqadi. Ya'ni unda yetarlicha kuch, jasorat bo'lgani bilan ajdahoni o'ldirishi ham mumkin, o'ldira olmasligi ham mumkin. Lekin jasorati bo'lmadi yoki yetarlicha kuchi bo'lmadi, u aniq ajdahoni o'ldira olmaydi. Birinchi gap, to'ng'ich botir ajdahoni o'ldirdi, demak unda jasorat bor. U o'ldirdi, ya'ni natija plus bo'lyapti, demak o'z-o'zidan sabab ham plus bo'ladi. Buni to'g'ri desak bo'ladi. Asal Kenja botirda yetarlicha kuchi yo'q, demak u ajdahoni o'ldira olmaydi. Unda yetarlicha kuchi yo'q, demak aniq ajdaho o'lmaydi. Bu ham to'g'ri. Demak, ikkalasini ham gapi to'g'ri degan javob C javob bo'lar ekan. 28. Non yopish uchun un bilan bir qatorda suv ham kerak bo'ladi. Bizga yana kerak so'zini berib qo'yapti, demak zaruriylik shartiga tushar ekan. Birinchi sodda gapimiz non yopish, ikkinchi sodda gapimiz un bilan suv kerak bo'lishi. Ikkita sodda gap bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Zahro, Halima xolaning uyida un va suv bor, demak ular non yopa oladilar. Halima xolada umuman un bilan suv borligi bizga aniq non yopa oladi degan natijani bermaydi. Un bilan suv bo'lgani bilan non yopa olishimiz ham mumkin, yopa olmasligimiz ham mumkin. Endi unimiz yoki suvimiz yoki ikkalasi ham bo'lmadimi, aniq non yopa olmaymiz. Bu yerda aytayaptiki, un va suv bor, demak non yopa oladi deyapti. Biz buni bilmaymiz. Demak bu xato bo'lar ekan. Fayoza, Parizoda bugun non yopa olmadi, demak unda bugun un yoki suv bo'lmagan. Unda un yoki suv bo'lsa ham non yopa olmasligi mumkin edi-yu. Demak buni to'g'ri deya olmaymiz. Bu javobimiz ham, bu fikrimiz ham xato bo'lar ekan. Ikkalasi ham xato degan javob D javob bo'lar ekan. 29. Fizika fanidan universitetda dars o'ta olish uchun o'qituvchi fizika va matematika fanlarini chuqur bilishi hamda ish tajribasiga ega bo'lishi kerak. Bu yerda ham bizga kerak so'zi kelyapti. Buni alohida ajratib olamiz. Bu bizga zaruriylik shartini bildiradi. Gapimizni ikki qismga bo'lib olaylik. Birinchi qism fizika fanidan dars o'ta olish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sodda qismimiz yaxshi o'qituvchi fizika va matematika fanlarini chuqur bilishi hamda ish tajribasiga ega bo'lishi bo'ladi. Ikkita sodda gap yana bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Endi bu gapimizda sabab nima bo'ladi? Sabab o'qituvchi fizika va matematikani chuqur bilishi hamda ish tajribasiga ega bo'lishi. Natija esa fizikadan dars o'ta oladi universitetda. Endi o'qituvchi fizika matematikani yaxshi bilib, ish tajribasiga ega bo'lsa-yu, u fizikadan dars o'ta olmasligi ham mumkin. Universitetda deyapti. Balki maktabda o'tar. Demak, bu matematika va fizikani bilishi, tajribaga ega bo'lishi bizga aniq universitetda dars beradi degani emas. Dars berishi ham mumkin, dars bera olmasligi ham mumkin. Lekin fizika matematikani yaxshi bilmasa, ish tajribasiga ega bo'lmasa, aniq fizikadan dars o'ta olmaydi. Muhammadning fikrini tahlil qilamiz. Jahongir fizika va matematika fanlarini yaxshi biladi va ish tajribasiga ham ega. Demak, u matematikadan dars bera oladi. U fanlarni yaxshi bilishi matematikadan dars bera olishini anglatmaydi. Lekin yana bitta sabab bizda gapimizda fizika fanidan dars o'tadi degan. Bu yerda matematikadan dars beradi deyapti. Demak, bu gapimiz xato bo'lar ekan. Jasur, Sanjar universitetda fizikadan dars beradi, demak u ish tajribasiga ega. Natija aniq plus bo'lyapti. U universitetda dars beryapti fizikadan. Demak, sababimiz ham o'z-o'zidan plus bo'ladi. Bu javobimiz to'g'ri ekan. Demak, Muhammadniki xato, Jasurniki to'g'ri degan javob B javob bo'lar ekan. 30. O'tin yopish uchun gugurt bilan bir qatorda kislorodli muhit ham zarur.
Bu yerda zarur so'zini o'zi berib qo'yibdi. Demak, gapimiz zaruriylik shartiga tushadi. Birinchi qism o'tin yoqish. Ikkinchi sodda qismi esa gugurt bilan bir qatorda kislorodli muhit. Ikkita soddaga bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Endi gapimizda sabab nima bo'ladi, natija nima bo'ladi deydigan bo'lsak, gugurt bilan kislorod bo'lsa o'tin yoqish mumkin. Demak, gugurt bilan kislorod bizga sabab bo'ladi, natija esa o'tin yoqish. Fikrlarni tahlil qilaylik. Shohruz, atmosferaning yuqori qatlamida kislorodli muhit mavjud bo'lmagani uchun u yerda olov yonmaydi. Endi gugurt bilan kislorod bo'lishi bizga o'tin yoqishni bermaydi. Gugurtimiz bilan kislorodimiz bo'lgani bilan o'tin yoqishimiz ham mumkin, yoqolmasligimiz ham mumkin. Lekin gugurt bilan kislorodimiz yo'qmi? Aniq olov yoqolmaymiz. Demak, bunda aytayaptiki, kislorodli muhit bo'lmagani uchun u yerda olov yonmaydi. Bu to'g'ri. Kamron, o'rmonda juda ko'p miqdorda kislorodli muhit va o'tin bor. Demak, u yerda o'tinlarni yoqish muammosiz. Bizni kislorod bo'lgani bilan, gugurt bo'lgani bilan, o'tin bo'lgani bilan o'tinda yoqa olishimiz ham mumkin, yoqolmasligimiz ham mumkin. Demak, bu xato bo'lar ekan. Shohruzniki to'g'ri degan javob A javob bo'lar ekan.